Aqlingiz yetsa shunaqa yomg'irli havoda kamerani test qilib ko'ring. Adabay bo'lmasa. Havo sovib ketgani uchun kurtkalarni kiyib oldik. Ibrohimjon yordamga keldi. Kamerani UPS orqali uladik. Ushbu kameramiz Dahua Dual D1 sim kartali kamerasi bo'ladi. Sim kartalar solib telefonga uстановка qildik. Ko'rinishlarni ko'rib turibsizlar, yomg'irda istalgan ob-havoda injiqliklarga chidamli ushbu kameramiz. Hozir biz endi telefonga ulanib, qanaqa kadr ko'rsatayotganini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, kamerani ulab olganmiz. Kadrda qanaqa berishini qaranglar. Qasi 360 gradus aylanadi kamerani. Kadrda aylantiryapmiz. Kamerani o'zi ham aylanyapti. Mana tepadagi kadrdan ham ko'rishinglar mumkin. Kameramiz aylanib. Hech qanaqasiga qatib qolgani yo'q. Mabodo sizda qatib qoladigan holat bo'ladigan bo'lsa, bilingki, sim kartangiz yaxshi ishlamayotgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, kamerada signalizatsiya sistemasi ham bor. O'zi ogohlantirish beradi. Undan tashqari yana ko'plab funksiyalari bor. Ko'rib turganlaringdek, bemalol rasmga olish funksiyalari bor. 360 aylantirasiz, belgilagan joyingizni shuna qilib saqlanib qo'yishingiz ham bo'ladi. Воспроизведениyadan o'tib, chip solsangiz, bemalol zapislarni ham ko'rib tursangiz bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, yomg'irda test qilmoqchi edik. Videoda olgunimizcha yomg'ir tinib qoldi, lekin ko'rib turibsizlar, kamera men gapimga javob beraman. Ob-havoda har qanaqa injiqliklarda zo'r qilib olib beradi. Qor dismi, yomg'ir, shamol dismi farqi yo'q. Ko'rib turibsiz, kamerani har bitta funksiyasi bilan tanishtirishga harakat qildik. Kameramiz o'zi ajoyib dizaynda bo'ladi, plus ikkita ko'zli. Bitta o'q bilan ikkita yondirsangiz ham bo'laveradi. Kimga yana shunaqa har xil turdagi Dahua kompaniyasidagi kameralar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Anas Vision kanalimizga aloqa chiqsalaring bo'laveradi. Pastda raqamlar qoldiramiz, buyurtma bersalaring bizda dastavka xizmati O'zbekistonda barcha viloyatlarga mavjud. Anas Vision har doimgidek siz ehtiyotligingizni himoya qiladi.